Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun bodringning foydali xususiyatlari haqida bilib olasiz. Nima uchun aynan bahorda chiqardik? Chunki bodring hozirgi kunlarda anchagina arzon. Shuning uchun arzonligida ko'p iste'mol qiling. Nima uchun deysizmi? Foydalarini eshitib, albatta hayron qolasiz. Bodring sabzavotlar ichida eng sersuvi bo'lib, inson organizmi uchun juda foydali ne'matlardan biri hisoblanadi. Bodring tarkibining 90% dan ortig'ini suv tashkil etadi. Ushbu sabzavotda kraxmal, shakar, oqsil, kletchatka, organik kislotalar, efir moyi, bir qator darmondorilar, kaliy, kalsiy, natriy, magniy, temir, fosfor, yod, oltin gurgut, qalay, mis, ftor, xrom, alyuminiy kabi moddalar mavjud. Shuningdek, bodring ovqat hazm qilish bezlarining faoliyatini va so'lak ajralishini me'yorlashtirib, oqsil moddasini yanada yaxshiroq o'zlashtirishni ta'minlaydi. Shuning uchun bodringning suvli bo'lakchalari taomni nafaqat chiroyli va xushtam qiladi, balki hazm qilish jarayonini ham yaxshilaydi. Bodring qondagi xolesterin miqdorini kamaytiradi, buyraklar salomatligini mustahkamlaydi. Muntazam ravishda iste'mol qilinsa, saraton xavfini bartaraf etadi. Ovqat hazm qilish tizimiga yaxshi samara ko'rsatadi va ortiqcha vazndan xalos bo'lishga ko'maklashadi. Sharbati isitma tushirish xususiyatiga ega, yo'tal, bo'g'im kasalliklari, yurak bilan bog'liq shishlarda foyda beradi. Bodring po'stlog'i yuzning rangi va tiniqligini saqlashda, teri kuyishi hamda shishlar paydo bo'lganda yordam beradi. Po'stining quritib ezilganidan teri kasalliklari va toshmalarda foydalanish tavsiya etiladi. Bodring allergiya chaqirmaydi. Shu sababli uni allergik kasalliklarga chalingan bemorlar bemalol iste'mol qilishlari mumkin. Uzluksiz davom etgan mehnat faoliyati sabab ba'zan ko'z atrofida pastki qovoqlarda qorayish kuzatiladi. Bu holatda bodring parrak shaklida kesib, 3-5 daqiqa davomida muzlatgichda soviting va 10 daqiqa qoraygan joyga qo'ying. Xuddi shu usul yuzdagi husnbuzar va qora dog'larni ketkazishda, quyosh nuri sabab kuygan joylarni zararsizlantirishda ham samarali hisoblanadi. Endi esa sizlarga bodringning 10 foydali xususiyati haqida qisqacha ma'lumotlar taqdim etamiz. 1. Qondagi xolesterinning miqdorini kamaytiradi. 2. Bo'g'imlardagi og'riqdan xalos etadi. 3. Peshobda kislota miqdorini kamaytiradi va buyrak salomatligini mustahkamlaydi. 4. Qabziyatda yaxshi samara beradi. 5. Saraton xavfini bartaraf etadi. 6. Ovqat hazm qilish tizimiga yaxshi samara ko'rsatadi va ortiqcha vazndan xalos bo'lishga ko'maklashadi. 7. Qon bosimini normallashtiradi. 8. Bosh og'rig'idan xalos etadi. 9. Nafas olishni yengillashtiradi. 10. Chanqoqni qondiradi. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yana bir foydali ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Bodring arzonligida ko'p yeb qolishga harakat qiling. E'tiboringiz uchun rahmat.